Mana bugun biz ham mana bolamizni to'yga olib keldik. Mana to'y bola qilib berishyapti shularga. Ularga to'y qilib berganlarga ham rahmat. Katta yigit bo'lsin, Xudoya shularga o'xshagan elga, vatanga xizmat qiladigan katta yigit bo'lsin biz o'g'limiz ham. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin Xudoyim. Osmon yurtimizga hech ham ko'z tegmasin. Bundan ham ziyoda bo'lsin Allohim. Bugun Qo'shaloq bayram. Albatta tumanimizga yana bitta koshona paydo bo'ldi. Bu juda ham odamlarning kayfiyatiga ta'sir qiladigan narsa, chunki bu faqat yaxshilikka xizmat qiladigan bino, Xudo xolasa. Bundan tashqari mana homiylarimiz ishtirokida birgalikda mana shu universitet yoshlarimizni ham bugun sunnat to'ylarini birga nishonlash nasib qildi. Ularga ham men faqat yaxshi tilaklar tilayman. Kelajakda yaxshi insonlar bo'lsin, ota-onalar orzu qilgan inson bo'lsin.